Nazarbek harakat mahallasida bunaqangi uchastkani bunaqa narxda aniq topa olmaysizlar. Videoning oxirida narxini aytaman. В общем, shikolat variant kelganmiz. Ko'cha taraflama ko'rishimiz mumkin. Keng ko'chalarga joy tashab ketilgan, suv, svet, gaz hamma narsa bor. Yonida ikkita korobka holatdagi ham bor. Uni ham budjet narxda beraveramiz deyishyapti. Hovlimizga kirib keladigan bo'lsak, 222 sotix maydonga ega, tayyor patkulch holatda. Darvozaxonani ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita mashina bemalol sig'adi. Binolarni tushuntirib beradigan bo'lsam, burchakda bitta sanuzil joylashgan. Yonida bo'lsa, oshxonani ko'rishimiz ham mumkin. Asosiy binoga keladigan bo'lsak, tepa etajni tushuntirib beraman. Kirishimiz bilan mana shunaqangi katta holni ko'rishimiz ham mumkin. Xohlasanglar, buni zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafda birinchi xonamiz, katta zal, mehmonxona, ko'rib turganingizda remontlar juda ham o'zgacha. Yo burchakning o'zida bitta alohida sanuzil ham joylashgan bo'ladi va bu yoq taraf keladigan bo'lsak, birinchi yotoqxonani ko'rishimiz ham mumkin. Xohlasanglar bolalar yotoqxonasi qilib ishlatsanglar ham bo'ladi va bu yoq tarafda yana bitta xonamiz joylashgan. Pastki etajga keladigan bo'lsak, bu yoqning o'zida ham полностью yaxlit holatda xonalarga bo'lib tashlangan, полностью to'pli pol holatida bemalol yashash xonadoni sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqning o'zida ham ikkita xonasi bor va bu yoq tarafda ham bitta katta xonaga ega bo'ladi. Ko'rib turganlarda shunaqangi uyutli uchastkamizni narxi $85,000. Hali kelishiladigan joyi bor. Pastda egalari nomerini qoldiramiz.